Mana aziz do'stlar, men kuchim yetgancha qildim. Rostdan aytaman, videoni qisqartirganimda, lekin hozircha mana joylar tepada ular yo'q uncha hali. Yo'q bo'lsa ko'rasizlar, mana shuncha joydan mana shuncha narsalar chiqdi. Xo'p, endi bulardan qavat-qavat ko'prik qilib ko'ramiz. Mana ko'prigimiz qancha balandlikka chiqar ekan. Yo'q, unaqa baland qilib ko'ramiz. Qancha balandlikka chiqar ekan. Mana shunday qilib ketaveramiz. Qani ketdik. Kelinglar, yaxshi bunday qilamiz. Mana shunday qilib ketaveramiz. Mana shunday qilib ketaveramiz endi. Sizlarga aytdimmi, endi bajarmasam bo'lmaydi. Mana shunday holatda tushib ketmasdan o yo'q. Tushib ketib qoldim-ku. Xo'p, xafa bo'lmaysizlar do'stlar, mana videoni to'xtatmasdan turib, bunday kammasini yeyveramiz. Kammasini yeyganimizdan so'ng videoni to'xtatmasdan o'yindan chiqamiz. Mana. Xo'p, sizlarga ko'rsatyapman. Eng tepasiga chiqib olamiz. Tepasiga chiqib olamiz. Va yana bir chiqamiz. Sizlar ko'rlang, men masalan mana yomon ish qilmadim, hech bala qilmadim, faqat shu chiqib olishga bir amallab chiqdim. Va qaranglar, mana shu yerdan ko'rsalar, normalicha ozroq joy
128 talik tepalik blokdan o'tar ekan. Lekin ana shunday qilib ketaversak ham zo'r bo'ladi. Hop. Ana shunday qilib suvni oldiga qarab ketaveramiz endi. Mana aziz do'stlar, tepani tiq qilib qo'ydim. O'zlaring ko'rganlaringdek shunday katta bo'ldi. Xo'p, ozroq joy 128 talik blokga yetdi. Endi ham bittalik qilib ko'ramiz. Va mana azizlar, sizlarga ko'rsatganimdek, xo'p, videoyimga shu joyda yakun yasayman. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska tugmasini bosib qo'yishingizni so'rayman. Keyingi videolarimgacha ko'rishguncha